Bugun bizni mishutka tortini oson usulda tayyorlaymiz. Bunga kerak bo'ladi 600 gram un, 200 gram qaymoq, 300 gram shakar, 150 gram yong'oq, 400 gram margarin, bitta razrехитель, 6 tuxum, bitta banka squshoniy молоко kerak bo'ladi. Hozir birinchi biz unga margarinni tyorkadan chiqarib aralashtirib olamiz. Unimizga razrехитель solib aralashtirib olamiz. Endi uni ustiga tuxumni mana bu yerda oqidan sarig'ini ajratib oldik. Sarig'ini, keyin qaymoqni qo'shib xamir qoramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni teng bo'lib morozilkaga yaxlashga, qottirishga qo'yamiz. Mana endi 6 ta tuxum oqiga 300 gram shakar solib mikserda qattiq penka bo'lguncha aralashtiramiz. Mana listga qog'ozimizni solib olamiz. Endi xamirimizni bittasini olib, buni qirg'ichdan chiqarib, list bo'ylab yoyib olamiz. Mana xamirimizning yarmisini hammasini tyorkadan chiqarib, list bo'ylab qo'yib chiqdik. Endi bu yerda tuxumli massamizni yaxshilab penka qilib olganmiz. Uni qoshiq xamir ustidan surkab chiqamiz ustidan. Mana xamir ustidan tuxumli massamizni surib chiqdik. Qoshiq yordamida surib chiqsak bo'ladi yoki nasadka yordamida ustidan surib chiqsak bo'ladi. Endi buni ustiga yong'oq sepamiz. Mana ustidan yong'oqlarni ham qo'yib chiqdik. Endi buni ustidan qolgan yarimta xamirni tyorkadan chiqazamiz. Mana xamirimizni ham ikkinchi bo'ligini ustidan qirg'ichdan chiqazib oldik. Endi duxovkaga 180 gradusga qo'yamiz. Mana tortimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga quyuqqina qilib molokoni quyib chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi. Shunaqa qilib molokoni ko'proq qilib ustidan quyib chiqamiz.